Assalomu alaykum. Sizlarni birinchi darsimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu kungacha yetib kelishimga ota-onam, turmush o'rtog'im, qaynona oyijonim va albatta yaqinlarim sababchi bo'lishdi. Avvalo tinimsiz mehnat, Allohga bo'lgan juda ham katta ishonch, maqsadni aniq qo'yish rejalari orqali sizning qoshingizdaman. Bugungi darsimiz ham sizga juda ham foydali bo'ladigan darslardan bittasi kechirish va kechira olish va kechirgandan so'ng hayotimizda nimalar ro'y berishi haqida suhbatlashamiz. Keling, o'zi kechirish haqida siz nimalarni bilasiz? Bir o'ylab ko'ring. Kechira olgan inson qanday bo'ladi? Kechirish qanaqa bo'ladi? Chuqur kechirdim deganda siz nimalarni anglaysiz? Kechirish bu insonni qalbini top-toza qilgan holatda, Allohga ishongan holatda, astoydil men sizni Alloh uchun kechirdim deya olishdir. Va buni hayotingizda ham doimo ko'rishingizdir. Ya'ni u siz xafa bo'lgan insoningizni eslasangiz, undan rostdan xafamasligingizni, unga dunyodagi barcha yaxshiliklarni tilay olishingizdir. Xafa bo'lsak nima bo'ladi? Oldin shu mavzu haqida gaplashib ko'ramiz. Inson yoshligidan to hozirgi kunigacha xafa bo'lishga, uni xafa qilishlariga duch keladi. Bu bolalik menidagi xafagarchiliklarga ham kelib taqaladi. Bolalik chog'imizda biz bilib bilmay otamizdan, onamizdan, yaqinlarimizdan, do'stlarimizdan, sinfdoshlarimiz, hattoki ustozlarimizdan ham xafa bo'lib qolgan joylarimiz bor. Ana shularni bir yodingizdan o'tgan bo'lsa, bu yodingizdan chiqqan bo'lsa, bir o'zingiz o'ylab ko'ring. Kimlardan xafaman? Buni jadvalini tuzing. Xoh u kichkina xafagarchilik qilgan bo'lsin, xoh katta xafagarchilik qilgan bo'lsa, albatta jadval yozing. Ularni albatta boshida, menimcha hammanglarda bo'lgan, chunki biz o'z ota-onamizdan bilib bilmay xafa bo'lib qolganmiz. Meni tushunishmayapti, menga qo'pol gapirishyapti, meni urishyapti yoki menga shu narsalarni olib berishmayapti, menga ruxsat berishmayapti degan ko'p norozichiliklar bo'ladi insonlarda. Bu albattaki ota-onamizdan norozichiliklarimiz biz hayotimizni sifatlilik darajasini yo'qotishimizga olib keladi. Xafa bo'lib yashaganda inson alamzada, men haqman, ular meni xafa qilishdi. Men kechirim so'ramayman, chunki xato ulardan o'tdi degan fikrda yashaydi. Men haqman degan inson doimo bilingki o'ziga ziyon qiladi. Siz uni qalbidan o'tayotganlarni balki chuqur anglamagansiz, balki so'zlarini boshqa ma'noda etganini bilmagandirsiz. Uni ham holatini tushungan holatda o'sha vaziyatni to'g'ri baholay olmagandirsiz. Shuning uchun xafa bo'lib qolgandirsiz. Xafagarchilik ustiga ustak o'ziga o'xshagan xafagarchiliklarni tortib keladi. Siz onangizdan xafamisiz? Bilingki sizni atrofingizdagi ayol zoti ko'p xafa qiladi. O'z onasidan xafa bo'lgan qizlar hayotida qaynonasidan ko'p zarbalar olishadi. O'z otasidan xafa bo'lgan ayollar o'z turmush o'rtog'idan juda ko'plab zarbalar olishadi. Jonimga tegdi, juda ham hayotiy jarayonlar meni qiynayapti, alamzadaman, afsusdaman yoki qaysidir insonlardan juda xafaman degan insonlarda umurtqa pog'onasi churrasi kasalligi juda ham ko'p uchraydi. Ko'ra olmaslik, ko'zidagi zreniyani pastligi bu haddan tashqari insonlarga hasad qilish. Nimaga unda bor, nimaga menda yo'q, nimaga u zo'r bo'lib ketyapti, nimaga degan qiynoqlar insonga ko'zidagi o'sha ko'ra olmaslik, ya'ni xira ko'rishni, katarakta holatlarini keltirib chiqaradi. Meni bo'ynimda shu ish, men qilmasam hech kim qilmaydi, men faqat ishlayapman, men boqyapman degan insonlarda esa bo'yin sohalarida osteoxondroz kuzatiladi. Hasad, nafrat, alam bitta insonda jamul-jam bo'lganda esa rak hujayralari ko'payib, rakviy o'simtalar ko'payganini ko'rishimiz mumkin.
bularni hammasi tana darajasidagi kasalliklar bo'lib qolmay, qalb darajasidagi kasalliklarga ham kiradi. Oldin tana kasallanadi, keyin bu qalbda namoyon bo'ladi. Sizda tanada kasalliklar bo'lyaptimi? Bilingki, qayerdadir xatoingiz bor. Kuzating. Boshingiz ko'p og'riyapti, ko'p siqilyapsiz, ko'p uyqu tortyapti. Bilingki, qaysidir bo'layotgan vaziyatlardan norozichiligingiz yoki qaysidir insonlarning sizga qilayotgan muomalasi yoqmayotganligidan. Bu insonlar sizga asli yomon muomala, yomon xulq-atvor bilan ko'rinishligini sababi sizni ichingizdagi holatni sizga namoyon qilishlaridir. Chunki hadisda keltiriladiki, mo'min mo'minning ko'zgusidir. Sizning atrofingizdagi insonlar qanday bo'lsa, siz shundaysiz. Men ko'p o'quvchilarimga shunaqa desam, bir xillarda ta'sirlanib ketishadi. Yo'q, Muxlis opa, men unaqa emasman. Atrofimdagi insonlar o'g'irlik qilishyapti, atrofimdagi insonlar xiyonat qilishyapti. Men unaqa emasman deyshadi. Keyin ularga ham diniy tarafdan, ham psixologik tarafdan tushuntirib beraman. Siz vaqtingizni o'g'risi bo'lyapsiz. Ko'p vaqtingizni telefonda o'tkazyapsizmi? Siz o'g'risiz. O'z vaqtingizni o'g'risi. Siz farzandlaringizga vaqt ajratmayapsizmi? Ko'cha-kuyda ishlaringizni bitirasiz, ishlab kelasiz, oilangiz uchun hop mayli ovqat qilishingiz, uylarni supurib sidirishingiz mumkin, lekin farzandlaringizga vaqt ajratmayapsizmi? Siz xiyonat qilyapsiz farzandlaringizga nisbatan. Buni bilgan ayollar albattaki yig'lashadi, siqilishadi. Buni qanday to'g'irlasam bo'larkin degan savollar berishadi. Biz ular bilan ishlash natijasida, konsultatsiyalar olib borish natijasida ulardagi bo'layotgan noto'g'ri ketayotgan jarayonlarni to'g'irlashga harakat qilamiz, albatta Allohning izni bilan. Farzandlaringizga ko'proq vaqt ajrating, telefonni bitta xonaga qo'ying va ular bilan boshqa xonaga chiqib suhbatlashing. Sen telefondan, sen meni ishlarimdan muhimsan deb ayting bolalaringizga deyman. Kitob o'qib bering, ular sizni kelajagingiz. Siz ularga nima bersangiz, ertaga o'shani o'rib olasiz deb tushuntiraman. Va ichingizdan, bolaligingizda xafa bo'lganmisiz? Otangizdan, onangizdan, atrofidagilaringizdan. Keling, ularni kechiramiz deymiz. Sizlarga ham hozir juda ham katta tavsiyam va uyga vazifam. Spiska qilasiz. Kechirishingiz kerak bo'lgan insonlar. Xoh ular 10 ta bo'lsin, xoh 100 ta bo'lsin, lekin albatta yozib chiqing. Ong ostida yashayotgan insonlar bor. Ularni o'zingiz kovlab topmasangiz, biz sizni ongingizni ochib, borib, ularni biz olib chiqib bera olmaymiz. Faqat inson o'zigagina o'zi yordam bera oladi. Bilingki, eng katta yordamchi, eng katta motivatsiya, eng katta kuch bu sizdadir. Albatta Allohga ishongan holatda ongingizdagi yomon fikrlarni, men shu insondan juda ham xafaman, dilimni og'ritgan degan jarayonlaringiz bo'lsa, albatta yozing. Yozganingizdan so'ng men bularni kechirishga tayyormanmi degan savolni bering. Agar siz ularni kechirishga tayyor bo'lmasangiz, albatta tayyorlaning. Qanday tayyorlanaman deydigan bo'lsangiz, astag'firulloh deb ko'p qum mobaynida aytib yuring. Bu istig'for sizni qalbingizni, butun vujudingizni, ongingizni tozalaydi. Allohdan so'rang: "Yo Rabbim, men ilmga qadam qo'ydim. O'zim uchun, ahlim uchun, farzandlarim uchun, butun mendan keladigan 7 avlodim uchun bu kechirish amaliyotini, kechira olishni o'rganishim kerak ekan. Menga bu juda ham kerak ekan. Men shuni uddalayman, uddasidan chiqaman. Men hayotda baxtli bo'lish uchun kelganman" deng. Va istig'forni aytib yurish natijasida sizda qalb yumshaydi, tanada ham o'zgarishlar ro'y beradi. Siz tayyorlanasiz kechira olishga. Siz tayyorlanganingizdan keyin albatta daftarga olib, 12 varaqli daftar olish tavsiya beraman, chunki uni siz xohlasangiz yirtib olasiz, xohlasangiz yoqib olasiz, lekin albatta yozishingiz kerak bo'ladi. 12 varaqli daftarni olib, birinchi insoningiz, misol uchun u yerda otangiz, eringiz, onangiz yoki do'stingiz kim bo'lishi qat'iy nazar, birinchi insoningizni ismlarini yozasiz.
siz mana shu vaziyatda shunaqa kunda o'sha vaziyatlarni eslagan holatda yozasiz. Xafa qildingiz, menga mana bu gaplarni gapirdingiz, lekin men sizga shu gaplarni ayta olmadim. Shunaqalar degim keldi meni ham. Shu so'zlarni sizga aytgim keldi, lekin meni e'tiqodim, meni odamgarchiligim yuzasidan sizga shu so'zlarni ayta olmadim deb qalbingizda o'sha vaziyatda nima so'zlarni aytgingiz kelgan bo'lsa, hammasini yozma tarzida yozasiz. Va yozib bo'lganingizdan keyin bilasiz, albatta qalbingizda yumshash, xuddiki uni bo'shaganini his qilasiz. Bo'shagan qalbni nima uchun bo'shatganingizni ham albatta oxirida yozib o'ting. Men sizni Alloh roziligi uchun kechirdim. Men sizni Alloh roziligi uchun kechirdim. Men sizni Alloh roziligi uchun kechirdim. Alloh sizga ham, menga ham barakotlarini yog'dirsin, yaxshiliklar bilan bizni mukofotlasin deb albatta ularni haqqiga duo qilasiz. Va albatta sizga eng katta tavsiyam, buni albatta bajaring. Bu paytda nima bo'ladi? Bu paytda butun organizmda toksinlar chiqadi. Negativ fikrlar, negativ o'y xayollarni hammasini xuddiki 10 yil oldin, 5 yil oldin, balki yoshligingizdagi bo'lgan vaziyatlarni ekib qo'ygansiz, ular ko'chatga aylangan, balki ba'zilari daraxtga aylanganda hammasini tek tugi bilan, tomiri bilan sug'urib olganga o'xshab daftarga tushirasiz. Va g'usul qilishingizni juda katta iltimos qilib tavsiya qilardim. Nega? Bu vaziyatlarni yozgandan keyin g'usul qilmagan insonlarni tanasida juda ham katta og'irlik, juda ham bir dardlari, kasalliklari, bosh og'rig'i yoki og'ir holatlarga uchraganlarni kuzatganmiz. Butun tana siz bilan birgalikda ishlaydi. Qalb siz bilan birgalikda ishlaydi, aql ishlaydi. Tanada butun negativlarni chiqarganingiz uchun olimlar tekshirib ko'rishgan ekan, butun tanani terisini yuzasida bakteriyalar, viruslar chiqqanini. U bakteriya, viruslarni qanday yo'qotamiz? Faqat g'usul qilish bilan birgalikda yo'qotamiz. Allohim, seni roziliging uchun butun tana a'zolarim bilan qo'shilib, qalbimni ham tozalashni niyat qildim. Senga yanada mahbub, sevimli bandalaringdan bo'lishni, ilmlarimni butun avlodimga yoyiladigan ilmlardan bo'lishni niyat qildim deb g'usul qilib chiqasiz. Va albatta o'zingiz istagan tarzda qanday holatda bo'lmasin duoga qo'l ochib duo qilasiz. O'sha sizni xafa qilgan insonlaringizni mazza qilib, rohatlanib duo qilasiz. U insonlar sizni hayotingizga nima uchun kelishdi? Sizni o'stirish, rivojlantirish, harakatga keltirish uchun xuddiki benzin sifatida kelishdi. Siz ularni shunday tasavvur qiling. Agar ular bo'lmasa, siz xuddiki benzinsiz mashina kabi yura olmasdingiz. Hozirgi kuningizga kela olmasdingiz. Ular qandaydir zarbalar berishdi, siz o'sha paytda olovlandingiz, qizidingiz, xafa bo'ldingiz, siz harakatga keldingiz. Shu holatga kelishingizga ularni qisman bo'lsa-da oqasi va sizga bildirgan qaysidir jarayonlarda, "Hey, o'zingni tut, o'zingga kel. Sen xafa bo'lishga loyiq emassan, sen baxt uchun yaralgansan" degan signallari bor edi. Siz uni faqat xafa bo'lib tushundingiz. Xursand bo'lib hozir tushuning. Rahmat. Siz borligingiz uchun men o'zimda kechirimni o'tqiza oldim. Siz borligingiz uchun qalbimni tozalay oldim. Siz borligingiz uchun men qo'limni ochib Allohdan duo qilib so'ray olmanman deb ularni haqqiga ko'p duo qiling. Va Allohga topshiring. Men kechirim amaliyotini, qalb poklanishini, g'usulni faqat Alloh roziligi uchun qildim va mukofotini albatta o'zing berasan deb astoydil ishoning. Fussilat surasi 139-oyatda aytiladiki, ishonsangiz muvaffaq ustunsiz. Siz ishoning, baxtga, muvaffaqiyatga, yaxshiliklarga qadam qo'yganingizga ishoning. Chunki bu muvaffaqiyatning bittagina qadami. Nega deysizmi? Chunki kechira olgan inson bitta pog'oni o'sdi, rivojlandi, yaxshi hayot uchun olg'a qadam qo'yib ketayotgan insonlarga o'xshataman. Kechirimni bilmagan, kechira olmagan, doimo qalbida alamzadalik bilan yashayotgan insonlar faqat orqaga qarab yurishadi. Bilingki, hayot doimo harakatdan iborat.
kosmos, sayyoralar, yer, barcha narsa harakatdan iborat. Doimo tarzda aylanadi, doimo tarzda harakat bilan uzviy bog'liqmiz. Biz yaxshilik sari harakat qilmas ekanmiz, bilingki orqaga harakatlanish boshlanadi. Tanamizda ham, ruhiyatimizda ham, fikrlarimizda ham, hayotiy jarayonlarimizda ham orqaga qarab, ya'ni ish yurishmasligi, pul kamligi, munosabatlarda yopilish, er-xotin munosabatlari yomonlashishi, qaynota kelin munosabatlarida juda ham urushli vaziyatlar bo'lishi, bu aslida juda chuqur xafagarchilikni borligi va bu xafagarchilikni ustida ishlamayotgan insonlar hisoblanishadi. Sizga juda ham katta tavsiyam, kechiring, oson kechirib yuboring. Butun olamlar Robbisi Alloh butun bandalarni qilayotgan gunohlarini kechirayotgan shunaqangi ulug'ligini his qilingki, kechirgan Alloh oldida men kimman? Men kichkinagina bir ojiz bandasiman-ku, men qandoq ham xafa bo'lishim mumkin, men qandoq ham kechirmasligim mumkin. Alloh ham alhamdulillah menga bu darsni, bu berilayotgan qo'llanmalarni foydalanishni nasib qilibsan. Men albatta foydalanaman va 100% natija olib chiqaman deb o'zingizga o'zingiz so'z bering va harakatdan to'xtamang. Bugungi darsimiz juda ham foydali, ikki dunyoyingizga ham manfaatli bo'lishini so'rayman va o'zim sizni oldingizda turibmanki, bir vaqtlar kechirishim juda ham qiyin bo'lgan insonlarim bor edi. Alamlar, nafratlar, g'azab bor edi menda ham. Men ham insonman, men ham tushunmaganman. Xafa bo'lsam, bu o'zimga qiyin qilayotganimni anglamagan holatda xafa bo'lganman. Hozir hech kimdan xafa bo'lmasdan mazza qilib yashayotgan ayol sifatida, ona sifatida, sevimli yor sifatida sizga tavsiya qilaman. Albatta bajarib ko'ring va natijalarni biz bilan bo'lishing. Rahmat kattakon.